Assalomu alaykum подписчиклар. Navbatdagi mashina qilasa Cobalt bo'ladi bugun. Ikkinchi pozitsiya 18-19-yil. 167 ming yurib turibdi. Magnitofonlari bor. Shotkiber ishlab turibdi. Motor tarafdan ko'rsataman. Chexol polikning nomlari bor. Mashina zo'r tarafdan. Teshkir valoratsiya qilasiz. Ustangizsak. Shubkalari. Motor taraflari hozir teshkir valoratsiya. Buni bahosini 115 million deb turibdi. 80 million so'm, kimda 80 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, dogovor etib berib beramiz buni. Ishonchlardan bo'lsa. 70-80 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bolalarim bo'lamen deydi. Barter avtokredit azroq yetar etmasa qarashib ham turamiz. Dogovor olmayman deydigan bo'lsa, yo azroq pullar bo'ladigan bo'lsa, dogovordan berib beramiz. Telefonlar 99 242 0035 raqamga telefon etsa qiziqqanlar. Mashinamiz avtositda turadi, avtositga kelaverasizlar.